Beramizmi shunda? Shu narsalar sop olib ketadi, hozir. Nimada olib ketadi? Sen qanday? Assalomu alaykum do'stlar. Mana yonimda Beshariqdan Ali Mardon do'stimiz kelganlar. Mana uzi apparatda 5 yil oldin olganlar. Mana hozir nima bo'ldi shunda? Aka, sizdan haqiqatan 5 yil oldin bu apparat olganman. Bu apparatni o'zim ehtiyojsizligim sifatida suvga tushib, sim ketib qoldi, suvga tushib ketib qoldi. Platasi Kuygan. Mana hozir sizga olib yuradim, xudo xolasa 15-20 marta bo'lmasa tuzatib berdingiz. shunday. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Hozir Alimardon shunda assimilyator sumka oldilar va libyotkamizni oldilar va uni ko'taradigan tag'li bilan birga qo'shib oldilar va bu yerda shlankalarimiz, trakat, termometr va urug'ni eritadigan termostatimizni oldilar. Xo'sh, apparatimizga platasi to'g'riladik va batareya qo'shdik. Shu xizmatlarni qilib bajarib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz joylashgan. Telefon qilsalaringiz, hattoki bizdan olmagan bo'lgan taqdirlarni ham apparatlarni tuzatib beramiz. Va mana shu kerakli jihozlar kerak bo'lib qolsa, pastda telefon raqamlar. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun biz Qo'rg'oncha qishlog'iga mana shu molimizni sun'iy qilganmiz. Xudo xolasa holimiz kuyga kelishi ancha zo'r. Bachadan bo'yinchasi juda zo'r ochilgan. Mana urug'imiz joyiga yetib bordi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqarasiz. Faqat Beshariq bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.